Assalomu alaykum Sherzod aka. Alaykum assalom. Yaxshisiz, men savdolar o'tiribman. Ko'p o'qib ketibdi sizlarga. Kema qo'ydingiz. O'ngaydan bo'lmaydi turdi. Muxlislar so'ramoqda. Narxi qancha bo'ldi? Narxi 110 ming so'm qo'shdim abi. Endi tushiramiz. Mayli. Bu suyaklar 80 ming so'm. Bular 80 so'mdan ekan, bular elimiz. Sarobkadan chiqarib berganmi? Sarobkadan chiqarib bergan 115 ming so'm ijam. Suv chiqarib beramiz-da. Albiyanda issiq bo'lgandan keyin. 115 ming so'm ekan. Qavurg'alar 90 ming so'mdan. Bakın bu işler kanallar çıkmalı. İlk nasıl yedik? Sırtlar yedik. Yarısını şirkette. Yarmarkaga, ha? Çıttıran var o güzel. Yaxshi savdolarni bersin. Assalomu alaykum Sardor aka. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, amon. Savdolar olib turibman. Rahmat. Mana bu o'zlarimizning Sardor akamiz bilan Ekobozor darvoza yoqdan kirishda birinchi filiallari bor edi. Bu yoqda ikkinchi filiallardan ochar sizlarni. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Bu yerda assortimentim ko'p ekan mana. Sardor aka esa o'zingiz bu buyumlarning baholarini asta-sekin tanishtirib o'taverasiz. Bizlarni kuzatib o'tirganlar esa like, podpiskani ayamaysizlar. Esa davom etamiz. O'raqlarimiz bor. Bor 10 ming so'mdan. Do'konchilar bo'lsa kelishtiriladi-da. Optim bahasi boshqacha mana. Ichki neda turibdi? Xaltada turibdi mana qo'ylarda. Ko'p chiqadi. Unda mana yaproq o'raqlari bor mana ichida. Boshqada ko'rsatsang ham mana bunday turibdi taqlar. Shu assortimentim ko'p. Xalagan variantda o'zlarimiz bor. Bu yuklar ham mana kilolab beriladi xalaganlarga. Metrli desa metrli arzon beriladi. Bu xaltada turibdi ko'payda. Do'konchilarimizga aslida do'konchilar bilan optim ishlaymiz-da biz. Xudo xolasa, yuzum iplar bor mana. Yildim tumchalari bor mana, ulardan arzon aytib beramiz, xudo xolasa inshaalloh. Nasib etsa, o'raqlardan hamma turdan bor. Xudo xolasa, Nurmat dislarmi, Ketmanning zavodskiy variantimi u. Undan keyin unda shaxsiz mollarning nelari bor mana. Validan ketayapti, nuqtalar bor mana. Xalagan variantlar bor. Cheklanmagan nuqtalar ko'p. Bo'yliqlar bor mana, xalagan variantda. Millar, o deydigan o'raqlarimiz, bochoq, yuklar ham qiloli xolasizda, qiloli. Bo'yliqlar ham bor mana, variant. Ajoyib. Qoziqlardan mana turli-turlidan bor. Xalagancha mana, uylarda bor, ayda skvatimizda qancha bor. Aslida biz optim ishlaymiz-da. Do'konchilar nelar bo'lsa-da, ishlarimiz unda xalqqa beramiz arzon bahada. Tunchalar bilan qozonlar bilan hamma turdan bor. Qozonlar 80 kilogram. Qanchadan bilan bahas? Bularni masalan 430 ming so'm. Zo'r. Ajoyib mana 430 ming so'm. Buni kelishtirib beriladi xullas. Optimga yana arzonroq. Bular 300 ming so'm. Buni 30 kilodan yuqoriroq variantida. Bor ishqil bulardan ko'p cheklanmagan o'qtada bor. Xudo xolasa inshaalloh. Nasib etsa bular bochoqlar bor. Bochoq? Qapoqlardan bor. Qapoqqa endi turibdi. Az taqlamaga vaqtim aytibdi, ilashtiringizlar. Güzel, olur. Xudo xolasa. So'ng mana bular qapoqlardan 5 kilodan top 50 kilogacha bor, xudo xolasa. Chelaklarning hamma variantlar bor. Xalagan turdagilardan bor, xudo xolasa. Dim ko'p ekan. Asosiy ko'p, dim ko'p. Xudo xolasa, cheklanmagan miqdorda. Qanchadan bilan o'rtacha bahasi? Bahasi 15 ming so'mdan top 25 minggacha bor bu yerda hozir. Arzon qana ekan endi. Arzon. Bu kelishtiriladi, u aytilgan emas, yana kelishtiriladi. Undan ham arzon bo'lar ekan. Undan siz agar sen kanalingdan bo'lsa, obязательно kelishtirib beraman, xudo xolasa. Sen kanalingga. Obязательно aytib kelinglar bizning kanaldan kelsangizlar. Xudo xolasa nasib etsa. Qurib kelmanglar endi. O'sha bu plastmas chelaklar qanchadan? Bu bu narsadan deb aytiladi. Kauchuk? Tyson. Tysonmi? Ko'pchilik biladi uni-da. Olmagan
45 kilogacha ko'tariladi degani 16 litrligi bu. Bular 15 ming so'm. Optimum bahalar arzonroq bularning. Ko'p bahalar arzon beriladi bu yerda. Ko'pmi cheklanmagan miqdorda ko'p. Bu Tyson degan bir bokschining ati mıydı bu? Ha. Kichkina variantlarimiz bor, masalan, 10 ming so'mlik cheklaklarimiz ham bor. Undan keyin uyda mana shalankalarimiz ham bor. Haliga variantda shkoltmalak mayda juda o'zlarimiz bor. Figurasida mexlar bor, optimum mexlar mana. Arzon bahada, zo'r bahada. Dım ko'p ekan bu. Pirchetga ko'p o'zlarimiz bor-da. Buradan qidirgan narsangizni topasiz ekan. Xudo xolasa, bundan ham ko'payadi. Xudo xolasa kelajakda yana toza yuklarimiz keladi, nasib etsa. Arzon aytib beramiz, xudo xolasa. Kameradan bor ekan. Burada o'zimiz. Kamera bor. Ama birinchi xatarlar ikkinchi bizlar ekan bu. Ha, xudo xolasa. Ikki do'kon ham bilan turibdi. Yani arka do'kon ham bor ekan o peste. Ha, Ya birinchi filanimiz. shu. Ber bor, xudo xolasa. So'chmo'nu hamma narsa bor. O o'tqa o'chaqlardan tushirasan. 30 kal koçak. Xudo kimchalarimiz bor mana. Yerga botan 750 so'mdan xudo xolasa, ona kestirib beramiz nasib etsa. Mana bu yerda 5 kilogdan 15 kilogagacha o'chaqlarimiz bor, konteynerda bor. Narxlardan ajoyib chiqqan balonlarimiz bor mana. 80 kilogagacha qozonlarimiz bor. 30 kilo, o'chaqlarimiz bor. Har turli variantda mana. Yana bor bundan. Chetda turib hozir azroq chiqarib qo'yishdi. Bu balga andaymi bu? Ha, mol qalagan bu. Lekin. Ha. Ular ham kestirib beramiz. Qancha bunun bahası? Bahasi 30 ming so'm. Ular ham kestirib beriladi unda. 30 ming so'm. Ha. Xudo xolasa. Menzil shu mana masjidning yo'lidan kirishda Eko bozorning ro'parasida. Endi kelaverasizlar ana. Menzildan aytib o'tdim. Assalomu alaykum. Kelinglar, marojinlardan biri. Endi ısıram chiqdi, marojinlar ham chiqdi. Qanchadan bo'ldi bular? Marojinlar 3000 so'm, 5000 so'm. Ajoyib etib sotib beramiz. Shu birdagi baho ekana. Ha. O'tgan u baho. Kelg'i baho. Qimmatlangan narsa. Marojinlar ko'ring, qaymoq. Mana qaymoq marojin. Ajoyib. Ajoyib ekan. Mana ustuna ham beramiz, ajoyib ham bor. Bir stakanchiklarga ham sotib beramiz. Marjinlarcha so'mdan ekan marjinlar. 3000 so'm, 5000 so'm marojinlar. O, assalomu alaykum akam aka. Alaykum assalom. Marjin chiqdi buni ajoyib. O, yurasizlar ki. Hamma mahsulot o'zimizniki. Issilar ham yomon ketdi ha. O'zimizning firmamizniki. Hakim akaning uyidan olinadi o'sha serlari bor. O, yana yaxshi. Taqsir keldi. Taqsir qancha marjin sizga? O'zi qaytsin. Ajoyib marojinlar. Men ta'mini yeb bir baho beravering. Bloger bu. Bloger Ya, ta'mini. Yo, ta'mini bir baho bering. Ey, yaxshi qo'ymadingiz qani. Ajoyib marojin. Dim mazal ekan mana. Aytgancha bor ekan. Qaymoq, marimiz qaymoq. Separatdan chiqarib Baxtiyardiki bu marjin, Baxtiyardiki. Hech birdan odam mizi yo'q. Qaymoq ekan chisi. Chisi qaymoq. Ajoyib. Rahmat. Sog' bo'ling.